Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar va lillahil hamd. Allohga hamd bo'lsin. Mana bu Alloh taolo zolimlarning qo'lidan, bosqinchilarning qo'lidan Shomni fathini musulmonlarga ne'mat qilib hadya qildi. Allohga hamd bo'lsinki, mana bu futuhotlarda juda ham ajoyibotlarni, juda ham umuman kutmagan narsalarni, voqealardan guvohi bo'ldik. Va Allohga hamd bo'lsinki, mana bu zolimlarni, mana bu zulmkorlarni sijinlarda, qamoqxonalarda turgan minglagan musulmonlar, muslimalar Allohning izni va rahmati bilan asirlikdan ozod qilindi va asirlikdan ozod qilishda davom etyapti. Alhamdulillah. Va bizlarga taalluqli bo'lgan voqealardan biri bundan bir necha yillar oldin shu mana bu Shomdagi mazlumlarni himoya qilish uchun kelgan va mana bu mazlumlarni himoya qilib mana bu zolimlarga qarshi kurashib asirlikka tushib qolgan birodarimiz Muhammad Yusuf birodarimiz ham asirlikka tushib qolgandi. Albatta mana bu narsa Alloh taolaning irodasi, Alloh taolaning qadar qilgan narsasi. Va birodarimiz shu qamoq davomida taxminan 5 yildan oshiqroq muddat davomida qamoqxonada qoldi va Alloh taolo mana bu Shomni musulmonlarga, mujohidlarga fath qilib bergandan keyin Allohga hamd bo'lsinki, birodarimiz ham ozodlikka chiqdi. Ko'p gapirib o'tirmayman, imkon qadar voqealarni birodarimiz o'zidan so'rab, boshdan qanday voqealar o'tkazilgani haqida so'rab bilamiz. Alloh rozi bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Birodarim, yaxshimisiz? Alhamdulillah robbil alamin. Allohga hamd bo'lsin. Alloh taolo mana bu ozodlik ne'mati bilan sizni ham rizqlantirdi. Allohga hamd bo'lsin. Mana bu Shomdagi voqealar albatta hammamizni, barcha musulmonlarni ajablantirdi. Alloh taoloning nusrati fath kelgan paytda hech qanday dushmanlarning kuchi ham mana bu vaqtda hech qanday foyda bera olmas ekan. Alhamdulillah. Inshaalloh ba'zi bir savollarimiz bor birodar sizga. Imkon qadar qisqa qilib nima qilishga harakat qilamiz. Chunki agar bu qamoqxonadagi zulm ko'rgan vaqtlaringizni mana bu boshingizdan o'tkazgan voqealar aytadigan bo'lsangiz, vallohu alam kunlab, soatlab vaqt olishligi mumkin. Imkon qadar qisqa qilib ba'zi savollarimiz bor. Shularni bermoqchimiz. Bismillah. Birinchi savolga keladigan bo'lsak, birodar, mana bu zolimlarning qo'liga asirga tushishligingiz qanday holatda bo'lgan va ularga qay holatda asirga tushdingiz? Shular haqida biroz bir qisqa gapirib o'tsangiz. Bismillah, alhamdulillah vaqti. Vassalatu vassalamu ala man la nabiyina ba'da. Alhamdulillah robbil alamin bilan asirliklardan chiqib oldik. Bu ne'matni robbil alamin bizlarga katta qilib berdi, alhamdulillah. Asirlikka tushishimizga sabab bundan bir necha yil oldin, ya'ni 2020-yilda kofirlar tarafidan bizlarga, musulmon yerlarga hujum bo'lganda, kofirlar tarafdan tayyoralarda, samolyotlarda urilganda birodarlarimiz shahid bo'lib va bizlarni ushlab oldi. Hatto meni ushlab oldi. Bu yo'lda ushlagandan keyin ularni yolg'onlariga men tushib qoldim. Aytishdilarki, biz senikimanmiz. Biz yana hayot tahrishammiz dedi. Senlardan birgamiz, ya'ni sen mujohidlardanmiz deb sizni aldashdi. Biz mujohidlarmiz. Keyin o'zingiz topshirgin dedi. Topshirgandan keyin 20 ga qarshi urush boshladi. 20 kishida. 20 kishi. Va urush boshladi. Aytdim, nega urasanlar dedim. Tamam dedim, o'zim sizlarga topshirdim dedim. Nega zolim qilasan desam, endi dedi, ya'ni musalahsan dedi. Ya'ni terroristsan dedi. Terrorist bo'lsam da sallam o'zim topshirdim senga, urmagin desam, urush boshladi. Keyin yana 20 kishi kelib turib, buni ko'rgan bo'lsanglar nuqtaviy deb chiqqanda, ushlagan paytda urgan. Zolim qilishgan. Siz asosiy, ya'ni qanday qilib ularni oldiga borib asir tushib qoldingiz? Nima holat bo'ldi voqea? Voqealar bizlar keyin rivodga kirgandik, rivod nuqtalariga kirgandik. Kutilmagan holatda kofirlar tomonidan tankalarda va tayyoralar bilan, samolyotlar bilan biz urush boshladi. Ya'ni urush holat oddiy edi. Yomg'ir yoqqanday bo'lgandi. O'sha paytda birodarlarimiz qadamni sabit qilgan paytimizda kofirlar tomonidan samolyot urildi. O'sha paytda biz shu yaralandim, men ham yaralanib qoldim. Birodarlar shahid bo'ldi. Chiqish arafamizda yo'lni bilmasdim. Nega? Biz kechasi edi. Kechasi edi. Chiqdik, chiqqandan keyin qayerga borishni bilmadim. Bizlar birodarlar ketib qoldi, chap tarafga, o'ng tarafga ketib qoldim. Kofirlar ichiga ketib qoldim. Kofirlar ichiga kirib,
Vallahi ichiga kirib chiqib keldim. Kofir kimsa ushlmadi. O'tgandan keyin ular birodar kutdim hech kim kelmadi. Bonnotga yaqin keldi. O'yladimki mujohidlar keldi. Qarasam kofir kimsalar kelib qo'ygan ekan. Yerlar olib qo'ygan musulmon yerlarini. Shu holatda asirlikka tushib qoldingiz. Birodarlarga ta'kidlab qo'yishimiz kerak. Birodarimiz ya'ni 5 yil qaramoqda, ya'ni arablarni qamoqda o'tirganligi sababli biroz lug'atda qiynalib qolgan. Chunki atrofdagi hamma arablar bo'lganligi sababli o'zbekcha gapirishga ozgina qiynalyapti. Ya'ni ma'zur ko'rasizlar mana bu narsani. Keyingi savolga keladigan bo'lsak, birodar, mana bu zindonga kirishligingiz sizga qanday so'roq-savollar bo'ldi? Tergov, qanaqa tergovlar bo'ldi? Qaysi qamoqxonalarda bo'ldingiz? Qayerdan qayerga ko'chirildingiz? Shular haqida ham qisqa bir gapirsangiz. Meni Idlibda ushlab olishdi. Idlibda ushlagandan keyin birinchi qiladigan ishi Xonshayxonga bordi. Xonshayxonda kofirning kattasi kofir kelib turib, qo'liga jajgalkani olib turib, soqolimni yoqishdi. Soqoling yoqamiz deb yoqish boshladi. Robbilamizni o'chirdim, kaman yoqish degan. Nima sababdan shu soqolni ular yomon ko'rishgan? Soqolni yomon ko'rishadi. Chunki ular alaviylar, shiyalar, kofirlar. Musulmonlar yomon ko'rishadi. Soqolim yoqishdi. Birozgina urushdi kaman. Keyin qayerga bordi? Halab qo'yariz deyiladi. Aeroportga borishdi. U yerda aeroportda bir kun qarashdi-yu, ertasi kun soat 12 da bir yilda kechasi men savol javob qilib urushni boshladi. Urushning sababi shu, endi aytdiki, e'tirof qilgan dedi. Nimani e'tirof qilasiz? Endi terroristman deb. Men dedim terrorist emasman dedim. Yo, terroristsan dedi. Urush boshladi. Ya'ni men zahmli holatimda ular urush boshladi. O'sha paytda Robbilarimning izni bilan to'xtatildi. 10 kundan keyin qayerga? Shomga olib kelishdi. Damashqqa, Muborak Shom diyoriga olib kelishdi. Shom diyoriga olib kirganimizdan keyin kofir kimsalar, kattalar keldi va ruslar keldi. O'sha yerda savol javoblar bo'ldi. Ruslar ham savol javob qilishdi. Ruslar ham savol javob qilishdi. Keyin yana bir mana bu zindonga, qamoqqa kirgan vaqtingizda bir muddat berishdimi yoki chiqishingiz haqida yoki u yerdagi bizdagi shu zolim Bashar Asadni askarlar bilan almashlik haqida biror narsa deyishdimi? Tergov jarayonida ruslar kelib qanaqa voqealar bo'ldi? Ruslar aldashdi meni. Senga dedi, "Voyanaqa yaxshi joyga qo'yamiz" dedi. Muomalani yaxshi qilamiz dedi. Bizlar podvalga qo'yib qo'yishdi. Podvalda ya'ni sharoit og'ir. Sharoit og'ir ketgan. 4 metrga 4 metr 13 kishi yotamiz. Ya'ni 13 kishi qilichda bir-birimizga yopishgan holatda yotamiz. Tepamizdan maylar oqadi, may najasi ya'ni. Bu yerdan o'tib Robbilamiz izzati bilan sabr qildik. Hatto vallahi namozga, soatlarga, namozlarga izn bermaydi. Yo'q. Kameralar bor muroqabatda. Agar namoz o'qisangiz, tashqariga olib chiqib urushadi. Alloh ham ko'z bilan namoz o'qigan bo'lsa kerak. Ko'z bilan o'qidik. Ko'z bilan o'qidik. Ya'ni mana bu zolim Bashar Asadni asl yuzini ko'rsatadigan narsalardan, ya'niki ba'zi bizning yurtdagilar haligacha shu endi alhamdulillah, ya'ni Bashar Asad hukumati tugatildi, lekin o'sha davrlargacha shu kungacha Bashar Asadning musulmonligini, ya'ni da'vo qilib keladigan bir toifa xalq bor edi. Allohga hamd bo'lsinki, ular mana bu asl yuzlarini ko'ra boshladi. Ya'ni siz o'zingiz ham guvoh bo'libsiz, hattoki namozgacha qarshilik borligini. Endi shu zindonda, ya'ni asirlikda qolar ekansiz, boshingizda bir boshingizdan o'tgan, esingizda qolarlik bir qanaqa voqealar ro'y berdi, agar aytishni ilojisi bo'lsa? Agarda ularni aytadigan bo'lsak, oylar va yillar yetmaydi. Biz aytadigan narsamiz, qamoqda o'tirar ekanmiz, menga o'xshagan birodarlar, mujohid birodarlar qamoqda o'tirib birgina nonni to'rga bo'lib yeymiz. Ya'ni birodarlarimizdan jam bo'lib ketgandik. Kofirlar ovqatlar olib kelishadi. Hatto Robbilarning ne'mati. Biz it yemas ovqatlar olib kelardi. Ovqatlar. Shular bilan biz birodarlarga taqsim qilib yerdik.
sen yegin, biz yeyik. Ya'ni yaxshi ko'rib, birimizni yaxshi ko'rib ketdik. Ya'ni bu yerda Mujohid ansorlar. ko'pida birodarlar, ya'ni shu terroristlik voqeasi bilan qamalganlar Biz bilan oldin 2020-yilda bir 300 ta odam bor edi. subhanalloh. Hammasi shu asirlikka bo'lganlar u. Ya'ni siz bilan birga turib qatl qilingan, o'ldirilganlar ham bormi? O'ldirilganlar ham bor. Subhanalloh. Bularda hukumida ya'ni mujohidlar kattalar bo'lganlarni o'ldirishar. Siz turgan qamoqxonada ayol kishilar ham bordi. Ayol kishilar bor edi. Muslimalar. Muslimalar. Ular nima sababdan qamalishgan? Ular ham shu Ular terrorist irhob- yo'q, ayollar mazlumlar edi. Mazlumalar edi. Sababi qo'yilayotgan ayblovlar. otasi yo akasi Ayvo. yo eri keyin mujohidlar Shu bo'lgan. mujohidlar safida bo'lgan, muxolifatlar safida bo'lganligi sababli qizini yo ayolini olib kelib qamagan. Necha yillar davomida ular ham qolishgan. 8 yil, 10 yil, Subhanalloh. 5 yil. Tajovuzlar bo'lgan, zulmlar Avval bo'lgan. tajovuzlar bo'lgan. Subhanalloh. Ya'ni urushgan, haqorat qilishgan. Subhanalloh. Endi aytadigan bo'lsa haqiqatdan ya'ni juda ham boshidan juda ko'p voqealar o'tgan. Biz ham yana vaqtni ozligi sababli imkon qadar qisqa qilib nima qilishga harakat qildik. Ya'ni mana bu Allohga hamd bo'lsinki, mujohidlar kelib shu Damashqni fath qilgandan keyin hozirgi kunga kelib qancha qamoqxonadagi asirlarni ozod qilinyapti. Allohga hamd bo'lsin. Alhamdulillah. Siz ham shular qatorida ozod bo'ldingiz. Alhamdulillah. Ya'ni sizni xayolingizda bormidi? Ya'ni mujohidlar kelib mana bu joyni ochishadi qamoqxonani yoki mana bu Bashar Asad hukumat tamoman qulatiladi degan bir xayol yoki bir umid bormidi? Bunisidan aytadigan bo'lsak, bizlarga bas tush edi. Har kuni tush ko'rardik. Bu yerdan chiqishlarimizni. Qachon chiqamiz bu yerdan? Qachon Robbil Alamatiga fathlarini beradi deb. Ya'ni umuman xayolga ham kelmaydigan narsa edi. Umuman kelmagandi. Subhanalloh. Alloh taolo nusrat keladigan bo'lsa shuda birodar. Alhamdulillah. Ya'ni hozir boshqa zolim Bashar Asadni qamoqxonadagi qattiq og'ir sharoitli qamoqxonalari bor. O'sha yerdagi asirlar ham hattoki aksari vallohu 90% o'limga nima qilingan qattiq sharoitlarda. Ular ham Allohga ham bo'lsin chiqarilyapti. Alhamdulillah. Mana bu narsa biz uchun juda ham katta ne'mat. Alhamdulillah. Yani o'zi sizni ko'rib juda ham xursand bo'ldik. Ya'ni qamoqdan chiqibdi degan xabarni eshitgandan keyin o'zim men tura olmadim, o'tira olmadim. Yani sizni ko'rishlik uchun O'skitani o'zi mana bu asliga tushishdan oldin siz bilan ancha yaqin edik. Alhamdulillah, mana bu ne'matni Alloh taolo berdi. Endi inshaalloh mana bu diyorda islomni chiroyli shaklda yashashligini Alloh taolodan umid qilib turibmiz. Inshaalloh. Alloh rozi bo'lsin birodar. Alloh hamdlar olsun. Xayron. Va yakum inshaalloh. Alhamdulillah birodar. Yana aytib qo'yamiz. Birodarlarga qiziq bo'ladi bu narsa. 2 kun oldin, qamoqdan chiqishimizdan oldin Ansor birodar bilan hazillashib o'tirgandik. Ma'qul bu yerdan chiqamizmi? Birodarlar kelib qolib, qurollarda kelib qolib, eshiklar otib, Allohu akbar takbirlarga kelib qolishini hazillashib gaplashib o'tirgandik. Subhanalloh. Robbil alamin mustajib qiladi ekan mu'minni. 2 kundan keyin Robbil alamin bilan ayollar bizni qamoqdan ochishdi. Subhanalloh. Kelib ochib qo'yishdi. Qo'llarida qurol, ayollar ochyapti. Subhanalloh. Qarasak ayol kishilar. Bizlar bilan o'tirgan keyin mavqiflarga sijinlar edi. Ochib qimizimiz ochildi bo'lsa ochildi dedi. Chiqib ketdi alhamdulillah. Allohning fazli albatta. Alhamdulillah ya Rob. Allohning fazli va rahmati bilan mana bu Dimashq shahri va Shomni, ya'ni Suriyani alhamdulillah to'liq qismi mujohidlar, musulmonlar nazoratiga o'tdi. Allohga hamd bo'lsin. Albatta mana bu narsani biz ham kutmagan edik. Ya'ni bundan mana jang boshlanishidan 2 hafta oldin shu Halab mintaqasiga jang boshlanganda bu daraja buncha tez muddat ichida, buncha oz muddat ichida Halabni, Damashqni fath qilib kelishni bizni xayolimizdan ham o'tmagan edi. Ya'ni albatta mana bu narsa Allohning bergan narsasi. Ya'ni mana bu narsaga faqatgina Alloh qodir. Ya'ni buncha qisqa muddat ichida bo'lmasam nizomni, ya'ni Bashar Asadni qanaqa qo'shinlari, qanaqa texnikalari yoki ularni dastaklayotgan qanaqa bosqinchi davlatlar bor edi. Lekin Alloh taolo agar nusratni beradigan bo'lsa, mana bu texnikasi ham, mana bu armiyasi ham, mana bu kuch-quvvati ham hech narsa bo'lmay qolar ekan. Aytib o'tganimdek, ya'ni Allohga hamd bo'lsin, mana bu kunda ma'naviyatlar juda ham oliy. Mana bu kunda haqiqiy futuhotni, nusratni
shukuhini yashayapmiz. Ya'ni mana bu bizdek oldingi sahobalar yoki shu mujohidlar, ya'ni qadim zamonlarda fath qilishgan bo'lsa, kofirlarning diyorini qanaqangi xursandchilik yashashgan bo'lsa, biz ham mana bu narsani his qilyapmiz. Alloh taolo mana bu ne'mat bilan bizni rizqlantirgani uchun Allohga hamd aytamiz. Alhamdulillah, inshaalloh mana bu Shomni go'zal yerlarini ko'rsatishda davom etamiz. Mana bu Shom xalqiga, mazlum xalqqa, musulmonlarga yordam berishda ham davom etamiz inshaalloh. Alloh taolo mana bu xursandchiligimizni davom qilsin. Alloh taolo islom ummatiga, mazlumlarga, mana bu asirlikdagi musulmon muslimalarga najotini, ofiyatini, nusratini tushilaversin. Alloh taolo sizlardan va bizlardan rozi bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Va alaykum assalom.